Ramazon oyida aytganimizdek nafaqat ruhiyatni, balki organizmni ham tozalash, ham davolash oyi hisoblanadi. Endi e'tibor bering. Umurtqa grijasini Ramazon oyida ro'za tutishlikka nima aloqasi bor? Umurtqa grijasidan ham ro'za tutib bemalol davo topish mumkin desam ishonasizmi? Agar siz Ramazon oyida ro'za tutsangiz, sizda qorin bo'lsa, o'shani qorinni yo'qotsangiz, qorningiz xuddi tep-tekis bo'lib, ko'krak bilan qorin soha bir xil holatda bo'lsa, umurtqa grijasidan 100% garantiya bilan hech qanday dori-darmonsiz qutulishingiz mumkin. Endi e'tibor bering. Agar sizda mana shu umurtqa grijasi paydo bo'lgan bo'lsa, mana barcha joylarda ko'rsatilgan holatlar bor. Siz e'tibor bering. Agar sizda mana shunday holatda umurtqa grijasi bo'lsa, ya'ni ichki tomonga sizda yozilgan bo'lsa, bel sohada umurtqa grijasi, sizda qorin bor yoki homiladorlikdan keyingi holatlarda umurtqa grijasi paydo bo'lgan, shu qorinni yo'qotsangiz, o'z-o'zidan hech qanday muolajalarsiz Ramazon oyining ro'zasini sababidan bemalol umurtqa grijasidan qutulib ketishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.